Assalomu alaykum. Ilmiy-texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Alibaba robototexnika uchun yangi sun'iy intellekt modelini taqdim etdi. Xitoyning yirik texnologik kompaniyasi Alibaba robototexnika sohasida qo'llash uchun mo'ljallangan yangi sun'iy intellekt modelini taqdim etdi. Yangi model robotlarda atrof muhitni yaxshiroq tushunish, obyektlarni aniqlash va ular bilan mustaqil ishlash imkonini beradi. Masalan, namoyish jarayonida robot turli buyumlarni tanib, ularni to'g'ri joylashtirish vazifasini muvaffaqiyatli bajargan. Mazkur texnologiya robotlarni real hayot sharoitida samarali ishlashga xizmat qiladi. U nafaqat ko'rish, ya'ni vizual ma'lumotlarni, balki muhit bilan o'zaro harakatni ham tahlil qilib, qaror qabul qilish imkonini beradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu model Physic AI, ya'ni real dunyoda ishlovchi sun'iy intellekt rivojida ham muhim bosqich hisoblanadi. Shuningdek, model ochiq, ya'ni open source tarzda taqdim etilgani sababli butun dunyo dasturchilari undan foydalanib, yangi robot tizimlarini yaratishi mumkin. Sun'iy intellekt yordamida matematika va fizika endi interfaol tarzda tushuntiriladi. ChatGPT platformasida matematika va fizika qonunlarini tushunishni ancha osonlashtiruvchi yangi interfaol funksiya joriy etildi. Endilikda foydalanuvchilar turli formulalar va ilmiy tushunchalarni nafaqat matn orqali, balki vizual hamda interfaol shaklda o'rganishlari mumkin. Yangi tizim formulalar, o'zgaruvchanlar va ular o'rtasidagi bog'liqlikni real vaqt rejimida namoyish etadi. Masalan, Pifagor teoremasi kabi mavzularni o'rganishda foydalanuvchi parametrlarni o'zgartirib, natija qanday o'zgarishini darhol kuzatishi mumkin. Shuningdek, tizim maxsus boshqaruv elementlari orqali o'zgaruvchilarni moslashtirish va formulalarning ishlash jarayonini amalda sinab ko'rish imkonini beradi. Mazkur funksiya hozirda 70 dan ortiq asosiy matematik va fizika mavzularini qamrab olgan bo'lib, bosqichma-bosqich barcha foydalanuvchilar uchun global miqyosda joriy etilmoqda. Neuralink ilk bor inson fikrini ovozga aylantirdi. Neuralink kompaniyasi miya kompyuter interfeysi texnologiyasi orqali og'ir kasallikka chalingan bemorlarda nutqni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, amyotrophic lateral skleroz bilan og'rigan Ken ismli bemorda 2026-yil boshida miya implantatsiyasi o'rnatilgan. Ushbu qurilma bemorning miyadagi signalni o'qib, o'ylayotgan so'zlarni avtomatik ravishda ovozga aylantiradi. Eng muhim jihati shundaki, tizim faqat matnni emas, balki bemorning kasallikdan oldingi o'ziga xos ovozini ham qaytara oladi. Mazkur loyiha kompaniyaning Voice Clinic sinovi doirasida amalga oshirilmoqda. Texnologiya inson miyasi faoliyatini yozib olib, uni sun'iy intellekt yordamida nutq aylantirishga asoslangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.